Naziraxon? Labbay opajon. Umidaxon? Labbay opajon. Onajonimiz bilan o'zimiz gaplashamiz. Meni yopishqoqsan deb aytdi. Tashqi ko'rinishing, turmaging ham yomon deb aytdi. Ha, bir tomondan uni gapida jon bor. Keling. Assalom. Farruxni so'rab kelgandim. Bo'lishi mumkin emas. Nima bo'ldi? Tashqarida go'zal bir qiz akamni so'radi. Bo'lishi mumkin emas. Yaxshilab qaramagan. Xavotir olmang, shunday dedim. Shoshma, qiziqib qoldim, men ham ko'ray. Kel qizim, senga kim kerak edi? Farruh kerak edi. To'g'ri. Bu bo'lishi mumkin emas. Nima mumkin emas? Tashqarida bir go'zal qiz seni so'radi, lekin ishonmadik. Nima? Qara, bu ham ishonmadi. Aniq ismlar o'xshash. Biroz shoshmang-chi. Farruh va nihoyat. Voy, rostdan akamni so'rabdi. Bu qiz kim, o'g'lim? Bu qiz yetakchi menimcha. Ismim Malak xonim. Bu ko'rinib turibdi. Bizni shaytonda nima ishing bor? Bir kishi sig'adigan ko'prikka ikki kishi qarama-qarshi kelib qopti. Biri men ahmoqlarga yo'l bermayman debdi. Ikkinchisi kulib men esa beraman debdi. Hoy, maqtamang xo'roz hunarizoz. Kerilma tovuq, qilig'ing sovuq. Gado arazasi to'rvasiga zarar ekan. It xurar, karvon o'tar. Qo'lsiz oyoqsiz eshik ochar. Bu maqol emas. Bu topishmoq. Topishmoq bo'lsa toping. Topaman ham. Qaytarchani bitta. Qo'lsiz oyoqsiz eshik ochar. Bu seni onang. Qishini yozin bir xil kiyimda. Bu esa seni dadang. 7 o'lchab bir kes. To'ydan kelgan xinani narxi tushib ketar ekan. Choynak tilab sarg'ayib qolganmi? Qani? Voy, Dilshada yuv degandim-ku senga. Sigaret hidi kelyaptimi? Yo'q, choynaklari toza ekan. Yo'q, oyim menga ham tuyulib ketibdi. Shundoq bo'lsin. Oyna dog' bo'yotibdimi? Qani? Dilshada yuvmadingmi oynani? Voy, oy, anting moshinangiz qirilibdimi? Yo'q, oyna toza ekan, ko'zimda shunday ko'rinib. Yo'q, meni ham zreyam past, oyim menga ham ko'rinibdi. Shundoq bo'lsin. Ana, gilam nimaga eshitib turibdi? Tagiga musul to'planganmi deyman. Dilshada tozalab qo'y degandim-ku. U mayli, anaqa devorga oyog'ingiz tegibdimi? O'shani oldi egilanmi aka? Krossovkam hechgan payt devorga tegib ketibdi. Hech qisi-yu singling tozalab qo'yadi. U mayli, gilami tegini tekshirib ko'raylik-chi. Mana bu nima? Sanki kaderimi tirqilimda yazmışlar. Men psixopatman. Men ertalabki soat 5 da turaman. Tengsiz sovuqqon maniyak qotilman. Men o'lim mashinasiman. Men uxlamayman, men yemayman, men vashcha hech narsa qilmayman agar oyim aytmasa. Привет, как дела? Ingliz tilida nima bo'ladi? Привет, как dela? Bля, ingliz tilida. Men ingliz tilida xabarim yo'q. Men faqat frantsuzskiyni bilaman. No, bilam, mayli. Qani frantsuzskiyda u nimadir gapirib ber. Hello. Bu ingliz tilida-yu. My name is Daniel. Bu ingliz tili. I like coke. Bu ingliz tili. Хотя бы harflarni bilarsan? Ha? Bitta harfman, bitta harf san aytasan. Davor? Ahmoq. Landavor, alfabet bo'yicha ketamiz. Aniq. A, B, V, B, G, B. Xo'sh, B da keyingisi nima? Qattan bilaman. V. Keyin boshqatdan boshlayman. Mayli. A, B, V, G, V, D, V. Xo'sh, keyin eslolmayapman. Sanga 2. Nimaga 2? Sanga 2. 2 nima? 2 sanga. 2 rublmi? Onangniki. Tinchlikmi, nima bo'ldi senga? Mazam bo'lmayapti. Qayering og'riyapti? Nega mazang bo'lmaydi? Hech qayerim og'rimayapti. Unda nima bo'ldi senga? 500 Nima 500? dollar. Nima 500 dollar? Lo'li. 500 dollar lo'li? Bervordi. To'xta!
Birinchidan, bu sani qorningda. Ikkinchidan, buni menga umuman aloqasi yo'q. Nima, buni laylak tashab ketdimi bizga? Nima men aylaga o'xshaymanmi? O'zing tashab qo'ying deganingga tashab qo'yaverdim-da. Yig'laverma. Hozir bola kelsin gaplashamiz. Seni hech kimga berib qo'ymayman. Yaxshimisiz? Rahmat. Nima kiyimiz xo'l? Oyim uchrashuvga quruq bormagan dedilar. Miyiz ishlamaydimi deyman? Yo'q, bitta o'zim ishlayman. Tupoymisiz? Yo'q, Murodmi? To'xta, o'zim gaplashaman. Tuzukmi polvon? Polvonni tanimayman u. Tushunmading, mayli. Uychilar yaxshimi? Uychilarni qayerdan bilaman? Gap tushunmaysanmi deyman? Tushunaman. Bir oyda bir marta bo'ladi. $100 o'ynashadi. Uni aytmayapman, meni gapimni aytyapman. Men yo'qman u. Qayerda? Gapingizda Bo'pti, chetroq o'tinglar. o'tolmayman. Nima? Zagranim yo'q. Chet elga demayapman, chetroq o'tinglar deyapman. Короче, bu meni qizim. Menga Tohir akani qizi deyishgan edi-yu. To'g'ri, Tohir akani qizi. Sizni qizingiz qani? Mana mashi. Hozir Tohir akani qizi dedingiz-ku? Qiz Tohir akaniki, men yaxshi ko'raman. Tohir akanimi? Qizini. To'xtang, eshiting, bizani to'yimiz bo'ladi. Qachon? Bilmayman. Taxmin qilib ko'rsangiz-chi? 1-2 yildan keyin. Shunda 1-2 yildan keyin taxmin qilib ko'ra olasizmi? Qilolmayman hech narsa. Bilaman. Xullas, bu qiz senga tegmaydi. Boya tegdi-yu. Yo'q, erga tegmaydi. Ersiz o'tadimi? Senga tegmayman deyapman. Tegdiz-u boya. G'alchamsan? Yo'q, Murodman. Senga berishmaydi uydagilari, tushundingmi? Uydagilari berish shart emas. Hozir urib yuboraman lekin. Shu yerdami? Asabiylashmang. Bu bilan o'zim gaplashaman. Men gaplashmayman siz bilan. Nimaga gaplashmaysiz? Yigitingiz bor-u? Menga qara, hozir uyga borib qiz yoqmadi deysan. Uygami? Adem bilan oyingga yoqmadi deysan. Uyimi? Qizi? Qaysi qizi? Meni qizimmi? Tohir akani qizi-yu. Umrimni yeding, o'zlari gaplashib ollaring. Ularga to'xtang. Ana, sizni tashab ketdi. Qaqqa. Uf, mashga, mana turibman-u, asabimni o'ynab yording. O'ynashni yomon ko'raman. Asabimmi? O'ynashni yomon ko'raman. Jam, hozir yana gapirsang, shapaloq qilib olaman. Qatimga. Yuzingga, bu ahvolingda itom tegmaydi senga. Boya siz tegdingiz-u? Uf, maraz qurib ket. Kreditimni yopib beringlar. Obunachilar. Bitta shuni poddershka qo'ringlar. Uyimni remontga beringlar. Obunachilar. Har bitta obunachi misim qo'rsa ham bor. Hali uylanishim kerak. Obunachilar. Endi sizlar yordam bermasangiz kim yordam beradi? Mashina olishim kerak. Obunachilar. 5000 tashash boringlar qani. Obunachilar. Qani mana millioner qilvoringlar mani. Obunachilar.